Assalomu alaykum. Ushbu videomizda premium poligimiz haqida bo'ladi. Agar siz polig xarid qilib, mashinangizga o'rnatib va polig haqida umuman o'ylashni xohlamasangiz, ushbu premium poligimizni sizga tavsiya qilaman. O'zingiz bilganingizdek, hududimiz chang, kir, mashinaning ichi har doimgidek kir, loy, shunga o'xshagan narsalar ko'p yuzaga keladi va bizning poliglarimizni ushbu chang kirlardan himoya salonni himoya qiladi. Misol uchun mana chang kir tushdi deylik, yacheykani ichlariga yig'iladi. Misol uchun mana bunday qilib qilsak, mana yacheykani o'ziga chetiga misol uchun yig'iladi. Toshlari misol uchun yig'ilyapti. Misol uchun oldingiz, orqasidan qoqdingiz, top-tozagina polig. Va buni xususiyatiga keladigan bo'lsak, poligimizni 150 kg bosmasdagi og'irligi chidamliroq bo'ladi. Ya'ni poligimizni zichllik tomonlama o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Bemalol misol uchun bitta qayirsa emas, ya'ni ikkinchi marta ham qayirib qo'yib beraman sizga. Keyin mana uchinchisida ham qilganimizda o'zini holatini yo'qotmaydi. Ya'ni o'zini holatiga tez qaytadi. Yacheykalar yorilib ketmaydi. Hech qanaqa qalinlik borasiga keladigan bo'lsak, 12-11,5 mm qalinlikda bo'ladi. Boshqa Yeva poliglarimizdan bizning poliglarimizning farqi bu poligimizni aynan o'zimizning O'zbekiston iqlimi uchun moslashtirilgan bo'ladi. Ya'ni -30 gradus sovuqlikda yacheykalari shu poliglarimiz yorilib ketmaydi. Plus 50 gradusgacha erib qotib qolmaydi. Va shuningdek, ushbu poliglarimizga, ya'ni premium poligimizga 1 yillik kafolat beramiz. Ya'ni kafolat og'zaki bo'lmaydi, albatta. Mana bunaqa garantiya talonda yozib beramiz. Mana bitta mashinani modeli, qanaqangiz buyurtma qoldirgansiz, hammasi yozilgan bo'ladi. Ochiqni aytsam, ko'p mijozlarimiz aynan premium poligimizni xarid qilishadi. Va agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Mashinangiz modelini yozsangiz, siz uchun qulay to'plam tanlab beramiz.